Instagramda chiqqan odamlarga borib ko'rganman. Ular bizni ishimiz emas, biza qilolmaymiz degan katta joydagi katta doktorlarga borib ko'rganman. Ular menga faqat uyda muolaja yozib berishganda, ukol yozib berishgan, keyin dorilar yozib berishgan va ular foydasi bo'lmagan, ko'p olganman. Hozir bu yoqqa kelib analizlar topshirganimda jigardan deyishdi. Jigarda yog' bor. Ha, turmushga chiqsang yo'qolib ketadi. Mana bunaqa narsa suv, mana bunaqa qil, oddiy narsa deyishdi. Lekin men o'sha doktorga birinchi borganimda o'sha buni 4-bosqichi deyishdi-da, Ukraina. Undoq qilma, borma, nima keragi bor? O'zi irodobga aytayotganda eshitdim. Xuddi ular xayolida birpasda yo'q bo'lib ketadigan narsa-da. Borma, nima qilasan? Ancha pul ketyapti, unaqa. O'shalarning gaplari uncha yoqmaydi-yu. Lekin o'zim uchun kerak. Uydagilarim gapirishmaydi. Birinchi kelganim o'zida 3 ta ukol olganman. Dog'ga, uguriga, qizarishga olganman. Uyga borganimdan keyin yuzimdagi qizarish kamaygan-da. Uguri qurib qolgan. O'zi yuz qurib, sekin to'kilishi boshlaganda. Keyin bor ekan rezultat deb keyin kelaverdik. Ancha yaxshi.